Tak, Arizo mashinamizni mana svechchalarni ochdik. Bu svechchalar urushda xizmat qilgan 41-yil. Sarg'ayib ketgan, propusajgan, ishlagan. Endi havo ham sovuqki, sraz bildiradi-da, iskra qochadi. Bittada zavod bo'lmaydi. Injektorlarni aytgancha tozalab qo'ydik уже. Shu svechchalardan qo'yamiz. Mana korobkasi. Buni dublikati ham bu. Shuning uchun iloji boricha ishonchli ustalardan olib qo'yinglar. Agar dublikat tushsa, mana bu erib porsin ustiga tushadi. Tagi sraz kompressiyasini ham tekshiramiz. Stop. Так, 8. Давай. Stop. 8. Давай. Stop. 8. Давай. Stop. 8. Kompressiyasi idealni. Shuning uchun agar kimda Cherry Arizosi bo'lsa 6, 8 shunaqa kompressiya bo'lsa, motor ochib o'tirmanglar. Nimaga deganda, bularda kompressiya shunaqa, kichkina portion bo'lgani uchun kompressiyasi ham mayda beradi. Объем dvigatelga ham kichkinada, balandligi. Shuning uchun hech qanaqa motor ochib o'tirib, yolg'ondan o'zlaringiz kashaga tiqmanglar. Tamom. Mashina hamma joyi chotki, svech 4 ta svechcha bilan injektorni tozalaymiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa bu yoq qilich bo'ladi.